Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Turkiya eng mashhur bo'lgan bitkisel choylar bilan tanishtirmoqchiman sizlarni. Bu qish choyi deyishadi. Buning ichida apelsin, kesilgan, maydalab quritilgan, ichida ixlamur, keyin papatya deyishadi, ya'ni moychechak. Va buning ichida o'rikni bargi bor. Buni shamollaganda grippda ichishadi. Keyin mana ixlamurni juda ham mashhur. Buni og'ir ovqatlar, ya'ni go'shtli, yog'li ovqatlar yeganda, qo'y go'shti ovqat yeyishganda shuni qaynatib 2 stakan suvga qo'shib, bitta kichkina qoshiq asal solib ichishadi. 5 daqiqa damlab. Juda ham foydali bu. Nafaqat bu og'ir ovqatlar yeganda, go'shtli og'ir mahsulotlar yeyishganda, gripp bo'lganda ham, shamollaganda ham, rosa suv qatib, immunitet pasayganda ham shuni ichishadi. Juda ham foydali. Ham bu ozdirish xususiyatiga ega. Keyin bu ham juda ham foydali. Buning ichida zaytun bargi, keyin o'rik va shaftoli barglari bor. Juda ham foydali bu ham. Ular ko'p dori ichishmaydi. Shunaqa tabiiy bitkisel choylardan foydalanib, damlama qilib ichishadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bitkisel choyi. Hammasini 2 stakan qaynagan suvga solib ichishadi. Ikkalasiga ham asal solib ichish mumkin, lekin buni o'zini ichishadi. Bu odat choy deyishadi buni. Buni isitmani ham tushiradi deyishadi buni. Turklar shunaqa qilib o'zlari tabiiy yo'llar bilan davolashadi. Bu ixlamur kinolarda ham juda mashhur, ko'rgan bo'lsalaring kerak. Juda ham mashhur bu ixlamur. Yana kim qanaqa bitkisel choylarda biladi?